Devamını anlayışlar hürmetli vatandaşlarım şundaq deydi. Şərq Türkistan İslam Hərəkət Təşkilatının nişanını beçit qıldı. Amerika armiyasının hərəkət Afganistanı qollaş və bu dövlətə xoş dövlətləri xatircəm qilish, Afganistandan çigiradını ütüb hücum qıladigan zor valla panahlanadigan joy emas deb ko'rsatdi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Bu xabarlarda takror va sabab bir-biridan ko'chirib olyapti-mi? Men shunga hamma xabarni olib keldim, sizlarga vatandoshlarım tahlil qilishadi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Amerika, Angliya va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Sharq Turkiston Islom Hərəkət Təşkilatını zo'ravon tashkilotlar qatoriga tizimlagan. Alayda qismlar hərəkət qrupsi bu qatimqi havodan hücum qilish vazifasi to'g'risida konkret tushuncha bermadi. O'lim yetim ahvolini e'lon qilmadi. Sharq Turkiston Islom Hərəkət Təşkilat davlat işçi və dövlət sırtida zo'ravonlik ishlarga qatnashib, jumladan 2002-yili Amerikaning Qirg'izistonda turishliq bosh elchixonasiga hujum qilishga uringan deb tilga oldi. Ular yana Sharq Turkiston Islom Hərəkət Təşkilatı Jungoning bexatarligiga tahdid paydo qildi. Hamda Badaxshon rayoni va Putkul chegara rayonida Taliban qurolli qismlarining qo'llashiga erishdi. Reuters mundaq hisobladi. Jungo G'arb dunyosi bilan birlashib, Sharq Turkiston Islom Hərəkət Təşkilatıga zarb berishga izchil chaqiriq qilib keldi. Endi bugun Amerika tarafining aloqador harakatlari Jungo tarafni qanoatlantirdi. Amerikada nashr qilingan Quruqliq armiya gazeti 7-kuni xabar qilib, Amerika armiyasi Afg'onistonda havo hujumi qilgan doira Afg'oniston Jungo chegarasigacha kengaytirildi. Hujum qilgan doira Afg'oniston Jungo chegarasigacha kengaytirildi. Bu gazet yana mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining bu darajada havo hujumi qilishi Talibanning mashq lageri tarbiyalanayotganlarni tarbiyalaydigan aslahalarni va internet yo'llarini beçit qilish uchundir. NATO'ning Afg'oniston turishliq alayda harakat polki 6-kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Boshda bir so'z degandik, bugun yana kelib o'tdi, diqqat etadi. O'tgan 96 soat ichida Amerika havo armiyasi havodan hujum qilib, Talibanning Badaxshon o'lkasidagi tarbiyalash lageri aslahalariga zarba berdi. Harakatda B-52 bombardimonchi aeroplan Talibanning urush qilish nuqtalariga 24 dona to'g'riligi unumlik yoki dal joyiga tekkizilgan raketa qo'yib berdi. Havodan hujum qilish Afg'oniston Jungo Tojikiston chegaralari atrofiga markazlashdi. Quruqliq armiya gazeti yana mundaq ko'rsatdi. Budan bir xabarda mundaq ko'rsatilgan. Jungo Afg'onistonga hamkorlashib, Afg'oniston chegarasida Jungo chegarasiga tushadigan bir joyda harbiy baza qurdi. Biz bu to'g'risida so'zlagan. Masalan, Badaxshon o'lkasida harbiy baza qurdi. Afg'onistonning Vahan koridorida harbiy baza qurdi degan. Navbatda Jungoning Afg'onistonning bexatarligidan ansirishi Amerika armiyasining bu qatimqi havo hujum qilishiga turtki bo'ldimi qandaq? Texi aniq emas. Mush jumlaga diqqat qiling, e'tibor bering vatandoshim. Navbatda Jungoning Afg'onistonning bexatarligidan ansirishi Amerika armiyasining bu qatim havo hujumi qilishiga turtki bo'ldimi qandaq? Texi aniq emas. Afg'onistonning bexatarligimi yoki Jungoning bexatarligi? Bu Amerika armiyasiga turtki bo'ldimi qandaq? Texi aniq emas. Boshda turtki bo'ldi, Amerika armiyasi jakarildi, portlatdi, bomba atdi, B-52ni ishlatdi degan gaplar. Endi mayada nima deydi? Amerika armiyasining hujum qilishiga turtki bo'ldimi qandaq? Shangang Osiyo vaqtgiz xabar qilib 8-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi mundaq hisoblaydi.
Cungo bilen hemkarlaşıp Afganistan'da kurallık unsurlarga zerbi biliş makanımız var. Haberde bunda görüldü. Amerika Devlet Müdafiə Ministerliği'de Asya İşleri Mesul yardımcı Müdafiə Minister Randall Schreiber 6. günü guahlık beriş yığında suallarga mındak cevap kaytırdı. Cungo'da zoravallar karıştırış sepede Amerika bilen hemkarlaşışı mümkün. Randall Schreiber mındak hesap. Cungo bilen Amerika'nın muhakemeleri de kandak hemkarlaşıp Cungo'nun Afganistan'da turuşluk kuruluş karakterlik rolünü cari kıldırışı bu gün tertipteki meseledir. Tədqiqatçı Çenfeng mındak hesapladı. Amerika armiyasının alakadar hareketleri faaliyet pozisyonu aşkarlap ben. Hemige məlum ki, Şərq Türkistan İslam Hərəkət Təşkilatı devletlerin bexatarlığı ve milletler ittifaqlığı, muqimliği eğer ziyan salgan zoravan təşkilatdır. Xalqara cemiyet zoravan deb itiraf qılgan təşkilatdır. Bu teşkilat uzun ömür Afganistan'ı toplanış cayı kıldı. Çünkü Afganistan'ın içki kısmındaki zoravallık hareketlerine izcil karıştırıp NATO'nun Afganistan'ın muqimliğini qoğlap, Afganistan'ı qayta quruşuğa yardım beriş cəhətdə faal rol oynayışını ümid qıldı. Çünkü bu yıllarda Afganistan, Pakistan, Cungo 3 devlet hemkarlığı arkalık, Cungo Amerika, Pakistan 4 devlet hemkarlığı, Ponksisi arkalık, Şanghay hemkarlığı, teşkilata arkalık, Afganistan'ın gençliğe kuruluşu aktif katlaşıp geldi. Bu kıtımki iş bu yaxşı bir başlanıştır. Keyin texmi köp hemkarlış makanı bulundu. Afganistan çevrasıdaki Şərq Türkistan İslam Hərəkəti kurallıkları ve başka zoravallığı zərbi biliş Cungo'nun, Amerika'nın ve başka devletlerinin menfaatine uygundur.